Safarda shundoq mashinani laboviga tosh tegib, dars ketib qolsa bo'ladi. Akalar qaranglar mana. Xullas buni labovi necha pul turar ekan, nima deb o'ylaysizlar? Yo alishtirib yuboramizmi, yo o'zini yamaymizmi? Menimcha buni labovi juda qimmat turadi, zakaz asosida keladi. Undan ko'ra biz laboviga yamab yuboramiz, ish jarayonini ko'rasizlar, bilasizlar. Bizda labovi yamash xizmatlari bugundan yo'lga qo'yilgan. Labovilarga tosh tegsa, dars ketsa, treshina bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Mashina tayyor bo'ldi. Nima ishlarini qilib berdi. Shu ko'rsatganimda ham bu treshinasi tochga qo'yildi. Oppoq bo'lib turuvdi, to'ldirib yuborildi. Endi yo'qdek bo'lib ketmaydi, lekin ancha foydasi bo'ladi. Bu yog'iga chuqurlarga tushsa ham mana yorilib ketmaydi. Tochga qo'yib qo'yganmiz, maksimalni to'ldirib berdi. Oldi laboviga globaldan son zashtalarni urib berdi. Mashinamizni lyoxki ximchiskalarini bitkazib berdi. Ya'ni o'zimiz haydaganimizda ancha unib qoluvdi. Salonlari ideal holatda bo'ldi. Video registrator qo'yib berganmiz. Orqalarini ham men o'zim haydab yurdim, akalar buni safarda. Kamerasi yo'qdi, kechasi ham rosa qiynaldi. Xullas, mashinani bitta video registratori kerak ekan, baribir qo'yib berdi. Hammasi cho'tki chiqdi. Nuklari ochilmay qoluvdi, ularni to'g'rilab berdi. Hammasini qilib berdi, vohaga tayyorlab qo'ydi. Kanalimizga kelib, obuna bo'lib qo'yinglar. Vohaga chiqayotganlarimizni ham qo'yib boramiz, ishlarini ham qo'yib boramiz, mashinalarni. Akalar ishlarimiz davom etadi. Endi labovi yamash xizmatlari qayerda desanglar, mana shu Ferrum Customsda kelsanglar, ishlarni a'lo darajada qilib beramiz.